Mana endi hozir taxtalar narxini olib bo'ldik. Endi shiferlar narxlari. Shifer qolaversa keyin azbis turba, plastmassa turba nimaiki bo'lsa sekin ko'rsataveramiz. Mana endi Jasur aka mana shu shiferlar narxlarini bir qator tushuntirib boshlasangiz. Xo'p, shiferga keladigan bo'lsak, hozir kunda mana shu shiferdan sotilyapti bizning bozorimizda. Xo'p, boshqa joylarda ham sotilyapti. Xo'p, bu shifer Master House degan shifer. Mana yozuvlari ham bor. Buni kilogrammi ham, sifati ham juda ham yaxshi. Bu ana. Mana bu yerda yozuvlari bor. Kodimi bu? 33 ishlab chiqarilgan sanasi, zavodning nomi Master House degan shiferimiz. Xo'p, bu shiferga kafolat xatlari bilan, garantiya qog'ozlari bilan beramiz. Xo'p, agar shiferda 100 tadan oshiqroq oladigan bo'lsa, mixlari bilan beramiz. Mixlarini ham qo'shib beramiz. Ichida mixlari ham bor. Xos tovarimiz bor. 100 ta shiferga olaylik, 100 ta shiferga nechilik yo necha kilo mix berasiz masalan? Xo'p, masalan 100 ta shiferga 3 kilo, 4 kilo shu atrofda beramiz. Lekin uncha ketmaydi aslida. 120 lik o'zini mixidan, ha? 120 ligi ham bo'ladi, keyin rekaniki 100 lik shunaqa rekanikiga ham berasiz. Rekanikiga ham ikki xil qilib reka nimasi mixlarigacha beramiz buni. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak, buni narxini 50 ming so'm sotyapmiz. Yana kelishtirib biron nima o'tib beramiz. Dastavkalar qanday bo'ladi? Xo'p, endi dastavkasiga keladigan bo'lsak, masalan, mana shu Samarqand territoriyadan bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha dastavka qilib beramiz. Dastavka qilib bersangiz. Shopirga ko'nglidan chiqarib, shunday biron nima beradi, shuni olib borib beradi. Bo'ldi. Xo'p, agar yo'q, masalan, men Samarqanddan boshqa tumandanman, bizlar hozir Pastarg'on bo'ladigan bo'lsa, xo'p, bizlar Chelakdanman yoki bo'lmasa Ishtixondanman yoki Nurobod tumanidanman deydigan bo'lsa, agar 100 tadan ko'proq bo'ladigan bo'lsa, to'liq dastavka qilib beramiz. Bepul dastavka uyigacha olib borib bo'lsa. Ha, endi masalan bir xillari imkoni yo'q. Bir xillar musofirchilikda yuribdi. Men tushirishga ham odam yo'q. Ilojini qilib bering deydigan bo'lsa, o akalarga ham yordam qilib, iloji bor yerda bolalar bor, aytamiz, kelishtirib ular ham tushirib berishlarigacha qilib beradi. Ha, tushirib berishlarini ham tashkil qilib berasiz. Tushirib berishlarini. Keyin boyagi garantiya, kafolat degan narsani tushuntiribroq aytsangizda, ko'plari xo'p, shuni tushunmasligi mumkin. Ha, kafolat xati qanday? Masalan, zavod tomonidan kafolat xati berilgan, zavod pechati urilgan. Biz uni klientni ism, familiyasi, telefon raqami, polni yozamiz, o'zimizni firmani nomini yozamiz u shu odamga kafolat xatini 5 yilgacha urib beramiz. Agar shiferga biron narsa bo'ladigan bo'lsa, almashtirish sharti bilan klient uyidan telefon orqali aytiladi, borib joyidan shuni shiferni olamiz u yana boshqasiga yoki puli vazirат bo'lish sharti bilan sotamiz bu shifer. Qanday holatlarda kafolat tasdiqlanadi? Masalan, o'zi noto'g'ri urgan bo'lsa ham bo'lishi mumkin. Qanday tekshiriladi demoqchiman. Buni tekshirish asosiy nimasi, qarang. Toza sporni bo'ladigan bo'lsa, laborant, zavod laborantlari bor, borib ko'radi. Strapilan tagiga ustun berilganmi, berilmaganmi, shularni ko'radi. Endi asosan hozir ustalar hech kim adashmaydi. Hozirgi unaqa ustalar yo'q. Hammasi chiroyli uradi. Endi o zavodda masalan bir xil kamchiligi bo'lib, yorilib ketadigan holatlar bo'ladigan bo'lsa, zavod 100% buni almashtirib berishni bo'yniga oladi. Aytganingizdek, hozirgi kunda ustalar uncha-muncha adashmaydi. Adashmaydi, ha. Ishini ustasi bo'lib ketdi hozirda. Ishini ustasi bo'lib ketgan. Endi nobodaki bironta korxol bo'lib yoriladigan bo'lsa, iloji boricha zavod bilan gaplashib, almashtirib. Hali lekin unaqa holat bo'lgani yo'q. Avvalam bo'lmasin ham, hech kimda unaqa boshiga tushmasin, sarsongarchilik bo'lganim yo'q. Xo'p, bo'lgan taqdirda ham almashtirib beramiz. Shunchalik shiferga ishonyapti, kafolat. Shunday, ha, kafolat bilan beramiz. Xo'p, mana bu azbis turbalarimiz. Bularning razmeri 10 cm, 12 cm, 15 cm 3 xil razmerimiz bor bu yerda sotuvda. 100 lik, 150 lik, 200 lik. 120 lik qarang. 100 lik, 120 lik, 150 lik. Xo'p, bu yerda asosan bizlar bu yerda sotamiz, odamlar keladi pechkaga deydi. Pechkaliklari ham bor, masalan 100% azbisni o'zidan qilingan azbis turbalar bor. Xo'p, Toshkentda ishlab chiqariladi. Bular sifati juda ham yaxshi.
Buni 4 metrlik donasi masalan 100 lik tikini oladigan bo'lsak 180 ming so'm. 180 ming so'm. Yo'q, menga arzonroq kerak. Sal masalan artizanga, boshqa narsaga ishlataman, stoykaga ishlataman deydigan bo'lsa, mana bular 150 ming so'm qilib beramiz. Bunga endi masalan ichida rastvorga keladigan bo'lsak, rastvorni bir 60% ni sementdan tashkil qiladi. Bu azbis o'zi uni farqi bormi? Farqi bor, ozgina farqi bor. Tushunarli. Qimmat arzonligiga qarab. Qimmat arzon. Endi qarang, razmeri yo'q, sal kattaroqlar deydigan bo'lsa, razmeri kattaroqlari 240 ming so'm yana kelishtirib beramiz. Bular muftalari ham bormi, bir-biriga ulanadigan? Buni muftalari ham bor, bir-biriga ulanadigan muftalari ham bor. Endi bir xillar bilmagan odamlar uchun aytayapmiz buni. Bir xil insonlar bor, aytadi, buni razmerini bilamiz deyish mumkin, lekin ko'pchilik bilmasligi ham mumkin. Uzunligi 3,5 metr, eni 1,75 bo'ladi. Qalinligi 1,6 sm. Sifati juda ham yaxshi dispimiz. Xo'p, buni 390 ming so'm narxlab qo'yibmiz, yana kelishtirib beramiz. Bir donasi 390 ming so'm. Masalan, xo'p, buni o'zimizda ishlab chiqarilaydigani ham bor. Surxondaryo viloyatidan ishlab chiqarilyapti hozirgi kunda. Qamishdan bo'lyapti. Uni ham ko'rsatib o'tamiz hozir. Ketdik. Xo'p, mana bu Surxondaryo dispisi, Surxondaryodan ishlab chiqariladi. Bu asosiy ichidagi mahsuloti qamishdan ishlab chiqariladi. Suvga, namga shishmaydi. Buni razmeri sal kichikroq, puli ham yengilroq. Xo'p, buni uzunligi 2,75, eniga 1,83, qalinligi u bilan bir xil 1,6 beradi. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak 290 ming so'm sotyapmiz. Necha kvadrat keladi bu? Buni 5 kvadrat to'liq. O'zi 5 kvadrat chiqadi. Ha, u katta dispimiz 6 kvadrat. 1 kvadrat farq bo'lyapti. 1 kvadrat farq qilyapti pulida, lekin ancha farqi bor. Pulida ancha. Buni ham pishiqligiga ancha Yo'q, bunga ham garantiyasini beramiz. Zavodda o'zi har xil sinovlardan o'tkazib ko'rsatgan suvga, nimaga chidamliklarini garantiyasi bilan beramiz bu dispni. Endi hozir yomg'ir bo'lgani uchun ustilarni yopib qo'yibmiz. Chiroyli disp, o'zi betlari shilpovka bo'lgan. Aslida bugun bozor kuni emas, ko'p yuklarni usti yopiq turibdi. Biz odamlar shu xalaqit qilmasin aynan bugun olyapmiz. Bo'lmasa bu yerda odam juda ham ko'p bo'ladi. Shunday. Bizga nima deydi? Syomka jarayoniga ham mushayt qilishi mumkin. Bluetoothlarni qo'shib yuboradimi, nimalar shovqin ko'payib ketmasligi uchun aynan bugun tanladik. Shuning uchun ko'p yuklar ustlari yopiq, odamlar yo'q. Tinchgina vaqtida olyapmiz mana. Xo'p, bu patoloshni materiallarimiz. Bu gipsokardon. Gipsokardonni bu yerda 4 xil varianti bor. Xo'p, knaf bor. Keyin force degan nimalarimiz bor. Aziya degan nimalarimiz bor. Xo'p, mana bular patologga bo'ladi. Buni promoyga, figuraga bemalol ishlatsa bo'ladi. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak 47 ming so'm sotyapmiz, 45 mingdan qilib beryapmiz. Bir donasi 45 ming. Bir donasi. Bir xillar buni razmerini bilmaydiganlar bo'lishi mumkin. Buni 3 kvadratni yopadi. 1,20 ga 2,5 bo'ladi razmeri, 3 kvadratni yopadi. 1,20 ga eni uzunligi 2,5. 2,5 metr. Ha. Xuddi buni vlagostoychni mana stenovoylari ham bor, mana yashil bo'ladi. Vlagostoychni deydi buni. Buni Devoldikimi bu shunda? Devoldiki bular, ha. Bu devoldikini 70 ming so'm sotyapmiz, 65 mingdan qilib beryapmiz bular. 65 ming so'm bo'ladigan narxi bo'lyapti. Razmer o'sha. Yana ham biror nima kelishtirib beramiz buni. Ko'proq olsa. Ha. Endi mana stenaga, xo'p, hozirgi kunda ko'pchilik mana shundan ishlatyapti, OSB deyiladi bu. Buni OSBni har xil razmeri bor, qalinligida faqat. Lekin razmeriga keladigan bo'lsak bir xil razmer. Bu yog'och-ku bu, to'g'rimi? Ha, OSB buni perigorodkalarga, polga ham ishlataversa bo'ladi. Endi Rossiyaga borib kelgan akalar bo'lsa, juda yaxshi biladi bu narsani. Buni qalinligi hozir xo'p 0,9. Bu kvadraturasi bir xil. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak 135 ming so'm sotyapmiz. Bir donasi. Ha, yana kelishtirib beramiz. Bu mana bu gipsokarton bilan bir xilmi? Nimasi razmeri? Razmeri eni bir xil, buni uzunligi sal uzunroq. Uzunligi qancha buni?
2.75 bu. 2.75 ha? 25 sm uzun ekan. Shunday. Bu boyagi vagonkalarga, mashinalarning ichini nima qilishga shunaqa materiallardan Obshet qilishga bo'ladi. Buni masalan qalinroqlari bormi deydigan bo'lsa, skalarimizda bor qalini, xo'p 1 sm, biri 2 sm-liklar bor. 190 ming, 180 ming so'mlar. Hozirgi kunda shuni nimaga ishlatyapti odamlar olib turib? Buni asosan perigorodkaga ishlatamiz. Perigorodkaga, uyda bo'lishga, Xonalarni bo'lishga ishlatamiz.